Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. 2025-yil kuzda tushgan TSS savollarining 4-qismini boshlaymiz. Birinchi, demak 37-misol. Px ko'patni demak x ga bo'lganda a-yu x plus 15 qoldi. Endi shu yerda x o'rniga 0 qo'ysak, x teng 0 qo'ysak, p0 teng 15 ga. Endi keyingi holatda q eksi demak x minus 2 ga bo'lganda p-yu x minus 2 teng plus 5 qoldi ekan. X o'rniga 2 qo'ysam, 2 qo'yishim qayerdan bilib qo'yman, 0 bo'lib ketishi. Demak, q 2 teng 5. Endi ko'pxat berilgan. Shu yerdan p0 va q2 ni keltirish uchun x o'rniga ko'pxat o'rniga minus 1 beraman. Shunda p0 taqsim q2 ikkalasi ham chiqyapti bu yerda. Demak, minus 1 bersam 3 karra minus 1 ning kvadrati p minus 2 ko'paygan minus 1 plus a. Hop, 15 taqsim 5 teng 3 plus 2 plus a. A teng minus 2 ekan. Ajo. Keyingi misol. Hop, demak rasmda berilgan doiralarning radiuslari ildizi 3 ga teng bo'lsa, muntazam oltiburchakning perimetrini so'rang. Hop, radius ildizi 3 ga teng bo'lsa, bu ikkalasi 90 gradus tushadi, ildizi 3. Endi davom ettiradigan bo'lsam, hop, muntazam oltiburchak ichki burchagi 120. Bu yer 60 dan bo'lar ekan. Endi ildizi 3 bo'lsa, x topaman. X ildizi 3 x ga nisbati teng ildizi 3 taqsim 2. X teng 2 ekan. Endi x 2 bo'lsa, o'qishni davom ettiraman. Mana shuni holatda davom ettirsam, eğer ikkita eğer va bu tomoni ham 2. Endi bizga muntazam oltiburchagi tomoni a bo'lsa, bu 2a ga teng. Endi 2a teng 6 değeri plus 4 ekan. Mana o'sha chiziq uzunlik. Demak, a teng 3 değer plus 2. Endi o'rniga qo'ysam, 3 ildizi 3 plus 2. Endi perimetri teng 6a. 6 ko'paytirilgan 3 ildizi 3 plus 2. 18 ildizi 3 plus 12. Tejov. Keyingisi, yumning qanday qiymatlarda demak, tenglar faqat bitta ildizga, umumiy ildizga ega bo'ladi. İkkalasini umumiy ildizga ega bo'lishi uchun tenglab olaman. X kvadrat minus mx teng ikkinchi kvadrat tenglamizga. Qavs ochadigan bo'lsam, xm plus x minus m minus 6. X kvadratlar qisqardi, mx qisqardi. Shunda minus m ni ham qisqarsa, x teng 5 ekan. Endi bizga m ning qiymatini so'ragan. Shuning uchun x qiymatini topaman. M bittasiga ixtiyoriy bittasiga qo'ying. Hop. 5 kvadratda minus 5 da m minus m minus 1 teng 6 da m teng 24 m teng 4 ekan. Sejo. Hop. Buni hisoblab berish shartmas, shunchaki hisoblab bersanglar oxirida 8 chiqadi. Sejo. Keyingi misolga o'tamiz. Menimcha hamma buni hisoblab oladi. To'g'ri burchakli uchburchakning demak o'tkir burchak
Astagfirullah. Rahmat. Hop. O'tkir burchak bisektrissasi tushgan katetni demak 3 va 4 ga ajratar ekan. Mana bisektrissa alfa endi 3 va 4 ekan. Bisektrissa xossasiga ko'ra bu yer 3 nisbatda bo'lsa, katet 3x 4x nisbatda bo'ladi. Endi Pifagordan 7 ning kvadrati teng 3x ning kvadrati teng 4x ning kvadrati. 7 ta x kvadrat teng 7 ning kvadrati x teng ildizda 7. Endi bizga uchburchak yuzi s teng 7 ko'paygan 3x taqsim 2. 7 kare 3 ildizda 7. 21 ildizda 3 taqsim 2. Ne ildizda 7. Bejon. Kengisi demak, bir shaharda 30% tajribasiz, 70% tajribali. Avariya qilish ehtimoli shunga teng ekan va avtohalokat tajribasiz haydovchidan demak bitta bo'lgan avtohalokatni bu bo'lib o'tgani uchun bayesga qo'yildi. Demak, PA ehtimollik n taqsim m jami demak chiqish mumkin bo'lgan hodisaning jami hodisaga nisbat. Hop, bizda demak tajribasiz deyilgan, tajribasiz haydovchini topamiz. Tajribasi 30% va ehtimoli 0.8 ga teng. Demak, 30 ko'paygan 0.8 taqsim jami ehtimoli 30 ko'paygan 0.8 tajribalilarni ham qo'shib qo'ying. 70 ko'paygan 0.02. Buni hisoblaydigan bo'lsam 2.4 taqsim 2.4 plus 1.4. 2.4 taqsim 3.8 12 taqsim 19. Dejab. Kengisi asosiy muntazam uchburchakli bo'lgan prizmaning balandligi hop. Demak, mana hop, asosiy balandligi muntazam ekan. A bo'lsa, demak balandligi A ildizda 3 taqsim 2. Demak, h teng A ildizda 3. Undan 2 marta ketdi. Prizmaning yon sirti S yonni demak to'la sirtiga S yon teng perimetr asos ko'paygan h. Demak, A 3A ko'paygan A ildizda 3. Endi S to'la sirt 2 ta S asos plus S yon. 2 ta S asos 2 ta A kvadrat ildizda 3 muntazam uchburchak yuzi taqsim 4 plus S yon 3 ildizda 3 A kvadrat tepada bu. Endi buni qisqartirsak 2 ta bo'lsa, bunga 2 ta bo'lsa 7 ildizda 3 A kvadrat taqsim 2. Hop, endi qisqartiramiz. Demak, S yonni S to'laga nisbat. A kvadrat ildizda 3 ildizda 3 A kvadrat taqsim 7 ildizda 3 A kvadrat taqsim 2. Ildizda 3 kelsa A kvadratga kelsa 6 taqsim 7. Bejon. Keyingi misolga o'tamiz. Hop. Demak, 10 ta chipdan 4 ta talabaga shunday berish kerakki, har bir talaba 2 tadan chipta olsin. Demak, eng kamida hammasi 2 tadan chipta olsa, 2 ta oldi. Endi bizda plus 2 ta chipta qoldi. Endi biz buni 2 ta talabaga berishimiz kerak. Demak, 4 ta talabadan 2 tasiga faqat chiziqcha, ya'ni bu kombinatorikani S chiziqcha ko'proq miqdorda. Buni biz formulasini bilardik. Sn da m bo'lsa, demak Sn plus m minus 1 taqsim m. Bu chiziqchasi endi yo'q bo'ladi. Mana shuni holatda bo'ladi. Endi nima uchun 2 ta
chiptani hech qaysi biriga bermashimiz ham mumkin yoki bittasiga bitta berishimiz mumkin yoki ikkalasiga bittadan yoki ikkitani o'zini. Shuning uchun shu formuladan foydalanamiz. Ikkita chiptani istalib berishimiz mumkin istagan. Demak, S4 plus 2 minus 1 dan 2. S5 dan 2. 5 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paygan 3 faktorial. Buni hisoblasam 10 ekan. Bereceğim. Keyingisi o'tamiz. Demak, radiusi Lga teng bo'lgan yarim aylanaga, yarim doiraga romb shunday chizilganki, uning demak yarim romb. Hop. İxtiyoriy chizamiz. Mana yarim aylana demak ichiga bitta romb chizilgan. Demak, rombning bir uchi doira markazida mana qolgan uchlari esa yarim doira aylanasi yotadi. Hop. Mana shundoq qilsak maqsadga muvofiq bo'ladi. Demak, R va diagonali ham R bo'lsa, rombning tomonlari teng bo'ladi. Bundan rombning burchagi 60 gradusga teng deb chiqadi. Demak, S rombning yuzi R kvadrat sinus 60. R kvadrat ildizda 3 taqsim 2. Yarim doira yuzi esa S doira yuzi pi R kvadrat taqsim 2. Endi S doiraning yuzini S rombi yuziga nisbatini olamiz. Pi R kvadrat taqsim 2 taqsim R kvadrat ildizda 3 taqsim 2. Ikkilar qisqarsa pi R kvadratga qisqarsa pi taqsim ildizda 3. Seçim. Keyingisi. Demak, ABCD parallelogramda yuzi 120 ga teng bo'lsa bo'yalgan soha. Hop, parallelogram mavzusini o'tayotganimizda agar B uchidan tushib, medianalar tushsa, mana bu qismi teng 3 ga bo'ladi. Demak, S bo'lsa, bu yo'q ham 3S bo'ladi-da, 6S teng 120. S teng 20. Endi bu birinchi usul. Endi ikkinchi usuli shuni isbotlaydigan bo'lsak. Hop. Diagonal tushirib olaman. Endi bu mediana bo'ldi va yana bitta hop, bu mediana tomon ateng tushirdim. Mana bu ham teng 2 ga bo'ldi va diagonal o'zi ham teng 2 ga bo'linadi. Bundan ko'rinib turibdiki, demak, har bir soha S medianalar kesishgan nuqtasi hammasi teng bo'ladi. Buni S desam, bu uchburchak yuzi 6S ga teng. Xuddi shunaqa qolgani ham 6S ga teng. Demak, bizga 12S teng 120, 2S so'rayapti. 2S teng 20. Chunki bu yoq ham S ga shuni hisoblaydi. Demak, bu keyingi misol. Hop, buni ikki xil usuli bor. Birinchi usuli, demak, 70 desam, to'g'ri chiziq o'tkazsam parallel, chunki mana 70 bo'ladi-da, pastda 10. Endi x teng 10 ekan. Endi bu birinchi usuli. Endi ikkinchi usuli. Hop, burchagi demak, chizig'i davom ettirsak bo'ladi. Hop, 70 plus x qo'shni burchakka teng 80. X teng 10. Yoki mana 100 desak ham bo'ladi. Farqi yo'q. Oxirgi misolimiz, demak, qiymatlari yig'indisini so'rayapti ekan. Bo'ldi. Endi darajani ochaman. Kosinus kvadrat
3x plus sinüs kvadrat 3x plus 2 sinüs 3x kosinüs 3x teng 1 plus sinüs 2x. Bu 1'ga teng. 1'lar qisqarib ketadi. Sinüs 6x minus sinüs 2x teng 0 qoladi. Bunu 2 sinüs 2x kosinüs 4x teng 0. Sinüs 2x teng 0 kosinüs 4x teng 0 bo'ladi. X 2x teng pi k x teng pi k taqsim 2. 4x teng pi taqsim 2 plus pi k da oladi. X teng pi taqsim 8 plus pi k taqsim 4. Endi shu yerda k ni qiymatlari, demak k teng 0 qo'ysa x teng 0, k teng 1 qo'ysa x teng pi taqsim 2. Endi k teng 0 qo'ysa x teng pi taqsim 4 8. K teng 1 qo'ysa pi taqsim 8 plus pi taqsim 4. Endi hammasini qo'shaman. Shular pi taqsim 2 plus pi taqsim 8 plus pi taqsim 8 plus pi taqsim 4. Bu ikkalasini qo'shsam pi taqsim 4 pi taqsim 2 bo'lyapti. Demak pi chiqar ekan. C javob. E'tiboringiz uchun rahmat.